Hammaga assalomu alaykum. Demak, bugun navbatdagi mavzuni yechim qilsak, bizda QQS, ya'ni qo'shilgan qiymat solig'i va chegirma, omonat foizi. Demak, mana shu haqida gaplashsak, Xo'p, demak, mana televizorning 12% qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash uchun mana 880 mingga avval 12% ni topib olinyapti. Mana 12% 105 ming, xo'p, 600 so'm. Demak, QQSimiz 105 ming 600 so'm bo'lar ekan. Xuddi shu holatda mana 450 ming so'mlik sumka va buni 12% mana 54 mingga to'g'ri keladi. Demak, jami to'lanadigan summa 450 ga shu 54 mingni qo'shib qo'yish kerak. Tushundinglar? Faqat shu xolos. Xo'p, endi shularga oid misollarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bajaring va o'rganing qismi. 12% bo'lsa, quyidagi mahsulotlarni xarid qilganingizda qancha QQS to'laysiz? Ya'ni biz 1,5 million so'm ekan, buni miqdorini topish uchun nima qilamiz? Demak, aslida mana bu 1,5 millionni ko'paytirasiz 12 taqsim 100 ga. Ko'paytirsak, shunda bizda chiqadi 180 ming so'm. 180 ming. 180 ming to'lanar ekan. Endi mana bu 9 milliongacha. Buni ham xuddi shunaqa qilamiz. 9 millionni ko'paytiramiz 12 taqsim 100 ga. Mana bu ikkita nollar qisqarib ketsa, bizda 1 million 80 ming so'm hosil bo'lar ekan. 1 million 80 ming so'm. Xo'p, davom etamiz. Ikkinchisi, chegirmani hisoblang deyapti. Xo'p, 15% ekan. 15% chegirma bo'lsa, bizda faqat chegirma narxini o'zini so'rayapti. Xo'p, chegirma narxi. Demak, 5 million 500 ni 5 million 500 mingni ko'paytirasiz 15 taqsim 100 ga. Mana shu holat bo'ladi. Bu degani 825 ming so'm. 825 ming so'm chegirma bo'lar ekan mana shu planshet uchun. Xo'p, endi 455 mingni soat uchun 30% chegirma. 455 mingni ko'paytiramiz 30 taqsim 100 ga. Demak, mana bularni qisqartirib olsak, $136,500 so'm. 136,500 so'm chegirma bo'lar ekan, ha? Xo'p, Zitora 20% chegirma bilan oyoq kiyimni sotib oldi. U qancha pul to'lagan deyapti. Demak, narxi o'zi 400 ming ekan, 20% chegirma. Demak, buni topish uchun mana bu 400 ni ko'paytiramiz 80 taqsim 100 ga. Chunki 20% chegirma bo'lsa, 80% qismini to'laydi. Demak, qisqartirsak, mana bu nollarni qisqartirsak, demak, 320 ming so'm to'lagan. Demak, oyoq kiyimni 320 mingga sotib olgan ekan, 20% chegirma orqali. Xo'p, to'rtinchisi aytayapti, bank. Bank omonatlar uchun yillik foizlar taklif qilyapti. Xo'p, aytayapti, Aziz opa bankka 15 ming AQSh dollarini omonat qo'ydi. 1 yildan keyin uning omonatiga qancha mablag' qo'shiladi? Xo'p, 15 ming qaysiga to'g'ri keladi? Mana bu 1%likka to'g'ri keladi. Demak, 1% qo'shilar ekan. Demak, 15 ming ko'paytiramiz 1 taqsim 100 ga. Demak, ikkita nollar qisqarib ketsa, bizda $150 qo'shilar ekan, ha? $150. Xo'p, endi 1 yildan keyin qancha bo'ladi desa, mana bu 15 mingga qo'shamiz 150 ni. Bu degani 15 ming 150 xo'p, AQSh dollar bo'ladi mana. Tushundinglar? Xo'p, ba'zidachi
Laziza opa bankka 8000 qo'yibdi. Demak, 8000 qasinga mana bu yarim foizlikka tushadi. Xo'p, bu degani 8000 ko'paygan 0,5 taqsim 100. Demak, mana bu ikkita nolni qisqartirsak, demak 40 dollar qo'shilar ekan puliga. Endi jami qancha bo'ladi 1 yildan keyin desa, 8000 ga qo'shamiz 40 ni. Demak, 8040 dollar bo'lar ekan. Mana. Demak, mana bu bizni Schoolbook kitobimiz. Endi o'zimizni workbookka qaytsak, demak 7-topshiriq bo'yicha ishlaymiz. Berilgan mahsulotlarni sotib olish uchun qo'shilgan qiymat solig'i bilan qancha pul to'lash kerakligini aniqlang. Demak, 12% ekan. Birinchi qancha pul to'lashini hisoblar ekanmiz. Buning uchun 1,650,000 so'm ekan. Demak, 1,650,000 so'mni ko'paytiramiz 12 taqsim 100 ga. Mana bu ikkita nollar qisqarib ketsa, bizda qoladi 198,000 so'm. 198,000 so'm. Endi jami to'lanish kerak bo'lgan pul miqdori. Xo'p, jami to'lanish kerak bo'lgan pul miqdori bizda mana bu 1,650,000 ga qo'shamiz 198,000 ni. Demak, 1,650,000 so'm qo'shsa 1,848,000. 1,848,000 so'm to'lar ekan. Davom etamiz. Keyingisi notebook 1,850,000 ekan. 1,850,000 ko'paytiramiz 12 taqsim 100 ga. Va 222,000 so'm bo'lar ekan. 222,000 so'm. Endi jami to'lanish kerak bo'lgan miqdor 1,850,000 so'mga qo'shamiz mana bu 220,000 ni. Hop, demak qo'shsak, bizda 2,72,000 so'm bo'lar ekan. 2,72,000 so'm pul miqdorida to'lar ekan notebook uchun. Xo'p, endi yumshoq mebel 2,564,000. 2,564,000. Demak, buni ham solig'ini 12% ni topadigan bo'lsak, bizda 307,680 so'm. 307,680 so'm chiqargan. Xo'p, endi jami to'lanish kerak bo'lgan miqdor 2,564,000 ga qo'shamiz 307,680 so'mni. Demak, 2,871,000, 2,871,000 680 so'm pul to'lash kerak ekan. Xo'p, ikkinchi topshiriqda aytyapti. Chegirma va chegirmadan keyingi narx. Birinchi avval chegirma narxini topib olamiz. 10% chegirma bo'lsa, raketka narxi demak 68,000 ko'paytiramiz 10% ni topish uchun. Xo'p, 10 taqsim 100 ga ko'paytirsak, qisqarib ketib qolib, demak 6800 so'm chegirma bo'lar ekan. Xolos. Endi chegirmadan keyingi narx, xo'p, 68,000 dan ayiramiz 6800 ni.
Bizda 61.200 so'm qolar ekan. 61.200 so'm. Demak, chegirmadagi narxi 68.000 dan 61.200 so'mga nima qildi? Tushdi. Hop, keyingisi 5,5 millionga kir yuvish mashinasi. Demak, 5.500.000 ko'paytiramiz. 12% chegirmaga, 12 taqsim 100. Avval chegirma narxini topib olaylik. Bizda 660.000 chiqadi. Mana buni ko'paytirsak 660.000 so'm. Endi chegirma narxi esa mana bu 5.500.000 dan ayirib olamiz 660.000 so'mni. Bizda 4.840.000 so'm. 4.840.000 so'm bo'lib qolar ekan-a? Chegirma narxi. Xo'p, keyingisi ko'ylak 99.000 so'm. Demak, 99.000 ni ko'paytiramiz. 20% chegirma, 20 taqsim 100 ga. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, nollar qisqartirsak 19.800 so'm chegirma bo'lar ekan. Endi qancha to'laymiz desak, mana bu 99.000 dan ayirib olamiz 19.800 so'mni. $79.200 so'm chiqargan. Demak, 79.200 so'm ko'ylak uchun chegirma narxi. Xo'p, endi banklarga qo'yilgan omonatning yillik foydasi va yil oxiridagi umumiy miqdori. Demak, omonat foiz 2% ga, omonat miqdori 5.000 AQSh dollar. Demak, 5.000 AQSh dollar bo'lsa yillik foyda 2% bo'lsa topsak, 5.000 ko'paygan 2 taqsim 100 bo'ladi. Demak, 2 dan qisqartirsak $100 qo'shilar ekan. Yiliga $100 qo'shiladi. Endi omonatning yil oxiridagi umumiy miqdori. Endi 5.000 ga qo'shamiz mana bu 100 ni. Bizda 5.100 AQSh dollar bo'lib qolar ekan. Demak, $100 ko'payib qoladi. Hop, B'sida B bankimiz 3% ekan. Demak, omonat miqdori 7.500. 7.500 ko'paygan 3 taqsim 100. Demak, mana nollarni qisqartirib olsak $225 qo'shilar ekan. Yillik foyda va omonatning yil oxiridagi foydasi qancha desa 7.500 ga qo'shamiz $225. Demak, bizda chiqadi 5 2 7 $7.725 bo'lib qolar ekan. Va endi C bankimiz omonat miqdori 18.000 AQSh dollar. Demak, ko'paytiramiz 1.5% ni avval topib olaylik. Demak, $270 qo'shilar ekan. $270. Endi jami yillik umumiy miqdor mana bu 18.000 ga qo'shamiz 270 ni. Bizda $18.270 ga aylanar ekan pulimiz. Xo'p, 4-inchisi aytyapti. QPSsiz narx, demak shuncha ekan, miqdori. Demak, 12% bo'lsa 1.300.000 ko'paytiramiz 12 taqsim 100 ga. Shunda 156.000 bo'lar ekan. 156.000 so'm. Endi birgalikdagi narxi 1.300.000 ga qo'shamiz 156.000 ni.
Shunda 1.456.000 so'm bo'ladi. Xo'p, muzlatkich 1.950.000 ekan. Shuni ko'paytiramiz 12 taqsim 100 ga. Demak, 1.950.000 ni 234.000 so'm bo'lar ekan. 234.000 so'm. Endi birgalikdagi narx qancha desa, 1.950.000 ga qo'shamiz 234.000 ni. Shunda 2.184.000 so'm pul bo'lar ekan. 2.184.000 so'm. Xo'p, navbatdagisi stol stullar 1.840.000. 1.840.000 ko'paytiramiz 12 taqsim 100 ga. 220.800 so'm. 220.800 so'm bu QQS miqdori. Birgalikdagisi endi 1.840.000 ga qo'shamiz 220.800 ni. 2.060.800. 2.060.800 so'm. Xo'p, demak 7-topshiriq tugadi. 8-topshiriqqa o'tmay turamiz. Demak, bugun sizlar bilan faqat shu qo'shimcha qiymat solig'ini hisoblashni o'rgandik. Buni videosini YouTube'ga joylab qo'yamiz. Demak, barchani taklif qiling. Rahmat hammaga.